Birodarlar, kimning qo'lida kelini bo'lsa, qiyomat kuni keliningizga agar zulm o'tkazgan bo'lsangiz, holingiz nihoyatda og'ir bo'ladi. Atrofdagi odamlar bugun kelinlariga og'ir ishlarni buyurayotgani va o'sha og'ir ishlarni kelinlar ming qitmasdan qilayotgani bu mumkin degani emas. Hamma qilib yotibdi-ku. Hammani ham kelini qilyapti-ku. Nima bu kelin qilmaydi? Hammani ham kelini sigir sog'yapti-ku. Bor, sog' sen ham. U balki qo'rqadi. U balki qo'ldan kelmas. Hammani ham kelini falon qilyapti. Bor, sen ham qil o'shanaqa. Unaqa emas. Shariatda shu to'g'rimi? Musulmon odam la ilaha illalloh deydi va shuni ustida turadi, deyapti. Nima degan? Islomga to'g'ri keladimi? Islomga to'g'ri kelmaydi, ammo odamlar qilyotibdi hamma. Odam cho'chdi. Agar bugun kelinlarimiz haydalib ketishdan qo'rqib og'ir ishlarni qilayotgan bo'lsa va siz shuni tepasida turib indamay o'tirgan bo'lsangiz, erta qiyomat kuni o'g'lingiz ham, o'zingiz ham shu kelinni qilgan jamiki gunohlari, boshqalarni shuni bo'yningizga yelkalaysiz, savoblaringizni hammasini unga ortasiz, pushaymoningiz olamni tutib ketadi. Birodarlar,